Men e'tibor bergan narsam, men ikkita hozir muhit solishtirib beraman. Muvaffaqiyatga erishgan insonlar muhiti bilan pul tomondan, muvaffaqiyatga erisha olmagan insonlar muhiti pul tomondan. Men ikkita muhitda bo'laman doim. Men u muhitdan bu muhitga o'tib turaman, chunki menda ikkita kruг bor. Va ularning ajoyib tomoni bor ikkitasini. Mana bitta katta farqli tomoni bor. Puli ko'p, muvaffaqiyatga erishgan ko'p insonlar bir-birini tortadi. Misol uchun meni miyam har kun aralaydi birortasi. Uni qil, buni qil, ne maktab ochmayapsan, ne uni yana nimadir qilish kerak va hokazo. Qanaqadir planlar, rejalaydilar, meni to'xtamasdan presslashadi. To'xtamasdan. Uni teskarisi pul yo'q krugimni faqat pastga tortishadi bir-birini. Hech kim bir-biriga o'zgartirishga yo'l qo'ymaydi. Xudo ko'rsatmasin, bittasi choyxonaga chiqish o'rniga uyda ingliz tili bilan shug'ullanib o'tirsa. Tamom, u hamma narsaga chiqadi. 3 ta harfga ham chiqadi, unga ham chiqadi, bunga ham chiqadi. Krugdan chiqib ketding ham deyshadi. Xotiningdan qo'rqasan ham deyshadi. Nima qilib bo'lsa shu choyxonaga olib chiqish kerak shu odamni. U rivojlanishi kerak emas. Bu narsani qisqichbaqa effekti deydi. Bilsanglar, qisqichbaqani paqirga solib qo'ysa qopqog'ini yopilmaydi. Nimaga? Chunki chiqib ketayotgan qisqichbaqani bu nari qisqichbaqa tortadi pastga. Xuddi shunaqa. Shuning uchun mabodo o'zingizda nimadir jihatni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, ko'p holatda o'sha jihati o'zgarib bo'lgan insonni topsangiz bo'ldi. Shunaqa 4 ta odamga qo'shilasiz, 5-inchisi siz bo'lib ketasiz. Odatda shunaqa ishlaydi. Bu juda ham muhim.